Yaqinda o'g'limning tug'ilgan kuni 4 yoshga kiradi. O'tgan yil O'zbekistonda edik. Bog'chasiga tort etib do'stlari bilan nishonlagandik. Bu yil Rossiyada kutib olish nasib qildi. O'g'limning bog'chasidagi do'stlari uchun har biriga kichkina sovg'achalar tayyorlashga qaror qildim. Rus bog'chasiga borayotgandan beri o'g'lim bitta savolni ko'p beradi. Ona, qachon meni ham tug'ilgan kunim bo'ladi? Menga ham qachon galava-malava deb qo'shiq aytishadi, deydi. Tug'ilgan kunini intizorlik bilan kutadi bolaginam. Rus bog'chalarida qaysi bolaning tug'ilgan kuni bo'lsa, o'rtaga qo'yib, atrofida qo'shiq aytib aylanishar ekan. Oxirida tug'ilgan kuni bo'lgan bolacha o'zi yoqtirgan do'stini yonida tanlab olib, qo'l ushlashib, o'rtada o'ynashar ekan. Bog'chada borayotgandan beri bironta bolachaning tug'ilgan kuni bo'lsa, uyga kelib, ona, meni ham tug'ilgan kunimga necha kun qoldi, qachon meni ham tug'ilgan kunim bo'ladi deb savol beradi. Allohga shukr va nihoyat shu kun keldi. Xo'sh, sizlarga bu odat yoqdimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.